Bolam to'ymayapti, qaysi smes sutni tavsiya qilasiz? Demak, pediatr va neonatologlarni eng qiynaydigan savollardan biri onalar ko'pincha ong ostiga bolam to'ymayapti, yig'layapti, demak to'ymayapti degan tushunchani kiritib olib, keyin smes izlashga boshlashadi. Demak, smes yoki sut bolani individual ko'rgandan keyin aynan qaysi smes bolaga tavsiya qilinishi bu ko'rikdan keyin ma'lum bo'ladigan narsa. Endi ko'pchilikka manfaatli bo'lsin savol bo'lgandan keyin. Bola to'yayotganini qanday bilsa bo'ladi? Bola har doim ham yig'lash to'ymaslik belgisi emas. Boshqa narsalardan ham bola hayotga moslashish davrida yig'lab moslashadi. Demak, to'yish belgilari bola birinchi oyda 500 gram vazn olsa, ya'ni yarim kilo vazn olsa, siydik ajratib tursa va axlat. Endi axlat ajratishda agar sut to'liq hazm bo'layotgan bo'lsa, 2-3 kun, 5 kungacha norma kelmasligi. Lekin har kun axlat ajratib turgan bo'lsa, demak bolangiz to'yyapti, xotirjam bo'ling.